Olmaotaga yo'lga tushdik. Assalomu alaykum, Odilxonning podpischiklari. Sog'liq tilaymiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Ramazon muborak. O'g'lim ham shu yerda. Ey, bacham. Bizning o'rtancha o'g'limiz bizning. Period. Rachkala yonimda qoldi. omad yor bo'lsa, charchamanglar. Menimcha O'zbekistondan bir o'zim ketmayotgan bo'lsam kerak. Bayramda do'stlar. Kim bilan ko'ryapman, ey. Tinchlik bo'lsin dash qilib. Hey, jamoat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hormanglar. Assalomu alaykum. Kimlarni ko'ryapman? Qo'rbelar. Konferensiyaga hamdami? Baholasini inshaalloh. Xushxabar bersin. Endi bari. Mani kamarimga hujummi deyman, ha? Meni kamarimni olib ketib qoldim-ku. Shuncha aytolman. Omad tilayman. Mayli, har qalay o'zbeksan. Yaxshida ko'rishaylik. Bir shapaloq qo'ymoqchi edim, nelan o'yladim-da. Bir ikkitasini kutib o'tiribman. Izimdan gapirib, xuyaret qilgan bir ikkitasi bor o'zicha, o'zidan nimalarni yasab. Adilxon, men sana aytarim, какой-то sen uchun и какой-то men uchun ikki xalq bir-biriмен qirilib, urusib, qilishmaydi. Esingda saqtab ol. Өйткені өзбектерде қазақ достар бар, қазақтарда өзбек достар бар. Бізде қандай тарих бар, баяғыдан келе жатқан достығымыз. Сен үшін и мен үшін бұл достық ажырамайды. Сол үшін сен үйтіп межнационалдың қозғап әуре болмай қой. Достарыңа айтып, тиктокерларға анан салыңдар, мынаны салыңдар, ол маған бүйтті, сөйтті. Бірақ шапалаққа бола. И то ол шапалақ не үшін ағанын білесің сен. Бұл нәрсе маған и саған ғана қатысы бар. Болды. Соны біз сентябрьде шешеміз. Сентябрьде Ташкентте турнир болады. Мен поезд алып келем. Сол турнирға. Конға қоям осы поезді. Сол кезде сенде осы поезд алатын мүмкіндік болады. Так что сен лучше дайындал. Жақсы бой өткізейік. Кім мықты сол алсын маған. Betingga siyaman zo'ringda. Olmaotadan mana. O'zbekistondan kelib, mana Olmaotada mana senlarga gapirib qo'ysak, itlarga o'sha menga tashab qolgan shortlarga kelish mana. Mana lichkam ham ochiq, nomerim ham ochiq, hamma narsa ochiq. Yoz, men lokatsiyani tashiyman, kelaring itlar. Suka bilan. To'ktar it suka. Просто itsan. Qozog'istonda men uyingdaman. Qayerdasan? Bir o'zim kelganman. Yonimda hech kim yo'q. Bir o'zimman. Men bilan bo'ydan qochib Kamil bilan ushdi. 11-mayga liga bermoqchi bo'lsa qochib yuribsan. Lekin tiqib qolishni bilasan, suka. Neужели sen o'zinglar, o'zing yurtingdagilar gapirmaydi, ozgina mujik bo'lganda. Itsan sen просто. Shakal, suka. Ushbu videoni qo'ldan kelgancha reaksiya qilamiz. Oxirgi video bo'lishi ham mumkin, to'g'risi. Ko'zimga yetib qoldi. Chunki men trashayotgan odamlar juda ham katta qo'shtirnoqchidan mafiya deymizmi, juda ham bir qudratli odamlar. Xullas, Octagon ligani navbatdagi press konferensiyasiga Olmaotaga chaqirishdi. Kerak emas, men kelishmaydigan odamlar ko'p. O'zbekistonda bo'y bo'ladigan bo'lsa, men tayyorlanib qo'ya qolaman desam, xavfsizlik choralarini ko'rishga va'da bergan holda sultan chaqirdi. Keldik o'sha To'xtar bilan so'rashayotgan paytim Najdan ketib qoldi, ajratayotganda ahramalar ham chekka tortib, "Ne sen bizni bolalarga sakraysan? Ne sen zo'rmisan yo?" bu yoqda turib gazovat qildi. Endi Qozog'istonda можно shekilli boshqa davlat fuqarolarini bunaqa qilib so'kinib, haqoratlab, bemalol gazovat qilish. Bilmayman, bu videoni balki oldirtirib yuborar mendan bular, balki meni o'zimni bir yoqli qilib yuborar, yopib yuborar. Просто mana shu videoni chiqarib qolayotganimdan men xursandman. Qozog'istonda mo'jnami? Liboy talpa qilarishi yo O'zbekiston fuqarosini ular bir tiyinga olmaydimi? Men to'g'risi hech narsani tushuna olmayapman. Men shu vaziyatda to'g'risi yordam berishingizni, to'g'ri ko'rib chiqishingizni, kerakli odamlar ozgina bo'lsa ham aloqaga chiqishini men xohlayman. Men bir o'zimman. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Что там? Нормально, тут не поздравляем. Спасибо. Что там интернет? Nima internet? Не qo'rqamiz deymiz. Tushunmadim. Qalay tushunmaysiz? Sen Toshkentga Men ana borganda ko'ylek Toshkentga borganda ham Erki bilan yangi video qo'yibdi. Meni o'zim urdim, boshqa birov aralashmadi deb. Allohdan qo'rqinglar ozgina. To'g'ri, men bir o'zimdirman. Sizlar 100 kishi, 200 kishi mana shu ligada bo'lib ko'chada aytasizlar odamlarning fikrini o'zgartirishga. Hammanglar bir bu videolar ishlab, kerak bo'lsa menga tuhmat qilib, meni yomon ham ko'rsatarsizlar.
Xudo xolasa O'zbekistonga yetib olaylik. Biz tarafdan ham quyosh chiqib qolar. Erki bo'lam, sen itsan xolos. O'zingni yurtingdan, o'zingni iningdan, o'zingni mahallangdan ko'chaga chiqa olmaydigan itsan xolos. Yurak yo'q senda. Mana shuncha ham yurak yo'q. Xudo xolasa O'zbekistonga yetib olaylik. Gaplashamiz o'rtoqlar. Toshkentga borganda ham shunaqa gap. 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 Nejdan chiqdilar. Nejdan chiqdilar. Nahvoy jala. Kel. Siz Toshkentga borganda ham shunaqa gapirgina. Mujik bilan. PR bo'lyapti. Raskrutka bo'y, 3-bo'y. Chek qilmoqchi, chek. O'rtoqlar, hozir Kamil bitta videosini ko'rib, shunaqa kulibman. Buni hammasi PR edi. Odil bilan To'xtar kelishib video qilyapti bir narsalarni. Bu gapni kim aytayapti? To'xtarning videosida yo'q, Odilxonni bir o'zi urdi deb men bilan gaplashganda talpa bo'lib ketdi. Aktagon gapirgan gaplarimni qirqib tashladi deb. Bu yoqda hozir mavzuni yumshatish uchun, to'xtatish uchun, odamlarni esidan chiqarish uchun, ey Kamil, odamlar sendan, mendan ko'ra ancha aqlli. Vaziyatga qarab ish tutishdi, haq deyishni juda yaxshi biladi. Uchinchidan, PR bo'lganda Aktagonda shaniga bunaqa seryozni gaplar bo'lmasdi. Odamlarni ahmoq deb o'ylama, sen ahmoq bo'lsang, biz ahmoq emasmiz. Chiqob. Nima bo'ldi kecha? Odilxonga nima? Napadena qildinglarmi? Yomon bo'ldi kecha. Nima u qaramading? Senga ishonib jo'natdi Odilxon. Qarab, men naborot o'zim ham yedim. Mana ko'zlarim ko'karib ketgan. Ular hozir tushdi, endi ertaga ko'karadi. Yo, nega u erkak bola unaqa qo'lni ko'taryapti? Mehmon bo'lsa tushuntirmading, payatga bermading bunga Odilxon. Bu ekoning shou edi, bu Arganzovning shou. Ha, bu Kelishilgan shou. Ha. Bu yerda jiddiy bo'lmagan. Ha, bu jangi PR ketyapti, nima bo'lyapti? PR bo'lyapti. Raskrutka bo'y, 3-bo'y. Chek qilmoqchi, chek. Поэтому Lekin erkak bola O'zbekiston kelsa qiyin bo'ladi bu safar. Yomon bo'ladi deb eshitdim. Karate bilan Odilxon chistingga tegdi, sen nima o'tiribsan? Hech qachon Saturn 2 dunyo bir kelsa ham nima o'tirmadi. Bordim, uzrini so'ratdim. Sekin chiroyli kelishib oldik. Xayrli kech hammaga. Ozgina noto'g'ri ish ketib qolibdi boya o'sha o'g'li u bu deb gapirilgan gaplar ozgina baribir chesga tegadigan narsa. Birov hech qachon bir gazavat qilib boshqa qilib tushuntira olmaydi-yu, unda o'ylab qarasam nekrasiv ish bo'libdi, o'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar. Ertaga konferensiya yondirishga tayyormisiz, xolos? Shunaqa gap bilan endi hazil-huzul o'z yo'liga чисто mustahkamroq bo'lamiz. Короче, мы сегодня в шутке сделали видео. Saturn родной, не обижайся на меня. Uzrli joyi bo'lsa hal qilindi. Meniki u hammasi o'z joyida. Oila eng muhim narsa. Ko'chadagi gap so'z, o'z yo'liga eng avvalo oila muhim. Unaqa chesga tegadigan narsani to'g'ri olinadi. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Bir-birimizni hech qachon chesimiz qolib, chesimiz tirnamaymiz. Он настоящий красавчик, он лев и он воин. Да, родной. Janjal mavzusiga qaytamiz. Assalomu alaykum. Bu oxirgi video. Bilasizlarmi, To'xtarning kecha qilig'idan hayron bo'lmadim. Sababi oldin ham xuddi shunaqa holat qilgandan keyin bavrim kechir deb Alloh uchun kechirim so'rab kelgani uchun menda vaziyat bo'lsa ham men unga qaytarib zarba bermaganman. Amin bor edi. Yashab qolishim, boshqa qilishim, mana shuncha odam turibdi. Legal hurmati uchun ham, meni kuzatayotgan insonlar uchun ham, Qozog'iston eli uchun ham men tashlab o'zimga hayb ishlamayman. Men erkakman. Sababi bizda shunaqa. Bosh egilgan boshni qilich kesmaydi. Nimadir ish bo'ladigan bo'lsa, uzrimiz bor, to'g'risi. Lekin bunaqa yurak tutib kelish bu itga emas. Menimcha bunaqa shakallik uni qonida. Ikkinchidan, bu vaziyatda aybdor Sultan va men. Faqatgina ikkalamiz aybdor. Chunki Sultan mas'uliyatsizlik qilib vaziyatni hisobga olmagani
aybi, meni esa aybim unga ishonganim. Uchinchidan hech qanaqa talpa bo'lmadi deb Sulton aytayapti. Bu yoqda Kamil talpa bo'lib ketdi deyapti. Agar telefoninglardagi videolarni ko'tarishinglarga duxinglar yetmasa, o'sha ABB Arena hamma tarafi kamera, o'sha kameralarni ko'taringlar. Qani xalq, o'zbek millati, o'zbek millati, o'zimizdagi odamlar sizlarni praf ekaninglarni, seni praf ekaningni bir ko'rishsin ular. Yutsa ham, yutsa ham, shapaloq yesa ham, ursa ham O'zbekistonlik. Qanaqa vaziyatda bo'lsa ham yoningizda turamiz, lekin biz tovolmadik Odilxon. Telefon qildik, telefonini ko'tarmadi. Muhiddin akam telefon qildi, Himoyan telefon qildi, yozdi. Chaqiringlar, ko'rishaylik, hal qilaylik dedi. Hammadan ham qattiq perishovat qilgan Azamat aka bo'ldi lekin. Azamat aka Dirakon. Hamma bilan janjallashib ketgan u borib. Nima unaqa qiladi? Janjal bo'ladi bu yerda. To'ktarni men bilan qayta urushishga duxi yetmaydi. Agar ovqatimga bir narsalar qo'shib berib o'tgan safargidek yoki bir qanaqadir bir xeytirlik qilib ilojini topmasa, 5 raund jangga buni yuragi yetmaydi. Shunday ekan, meni bu ligada boshqa qiladigan ishim qolmadi. Men sizlarni sog'inaman. Sizlar bilan o'tgan vaqt sarguzashtlarga boy bo'ldi. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. El Clasico yaqin. Qaysi ma'noda? Men o'zim El Clasico tarixidagi El Clasico chuqurlashishiga sabab bo'lgan Luis Figoga o'xshatyapman. Bu gapning ma'nosini futbol muxlislari menimcha tushunishdi. Shunday ekan, ajoyib voqealar oldinda. Biz mehnatda davom etamiz. Bizni O'zbekiston bayraslarini chetga olib chiqib turgan представительlar sal e'tiborliroq bo'linglar. Hozir e'tibor bermayapsizlar uncha, nima bo'lsa bayaslarni o'zi hal qilyapti. Ertaga sizlar shuni tashab qo'ysanglar, bayaslar qattiq gapirib qo'ysa, ikkita davlatlar o'rtasida ozgina nizo kelib chiqadi. Hozir sizlar indamayapsizlar, parvo qilmayapsizlar. Ishimiz to'xtab qoladi, bayasimiz yo'q deb. Sal qaranglar shunga. Tushunib bo'lmaydigan ishlar bo'lyapti. Hozir endi ko'pchilik o'zimizni yaqinlar, akalar, olib boradiganlar ham boshqalar, lekin sal e'tiborliroq bo'lish kerak. Hozir achchiq ustida hozir bir ikkita qattiq gap gapirib qo'ysa, o'zimni ham boshimdan o'tgan bilasizlar. Bu ishlar osonlik bilan bitishi qiyin bo'ladi. Keyin ko'pchilik aralashishga to'g'ri keladi. Shuning uchun sal hamma yoqda issig'ida to'g'ri chiroyli qilib yechgan yaxshi menimcha. Hech bir xalqni tinch qo'ymayotgansizlar mana shu To'xtar, Odilxon, Kamil Karate Qozog'istonga borib o'zlaricha nimalardir qilib bir xalq ham bir mazza qilib yashasin. Sizlarning problemalaringdan boshqa narsa ko'rayotgan xalqning ishi yo'qmi? Bormash kerak Qozog'istonga. Mana shu tekin oshga borishning oqibati shunaqa bo'ladi. Keyin yakkalaydi deysan, Odilxon sen ham. Biratishga sen menga keraksan hali. Biratishkam keraksan sen. Qozog'istonda nima bor senga? Hali revanchimga keraksan. Oktagon liga mana shu gapim eshitayotgan bo'lsangiz, Odilxonni asrangizlar. Hali men revanchimga kerak bu. Nima bor tekin oshqa mana? Yetkazib qo'ylar do'stlar. Odilxon bilan Erka bo'landi o'rtasida bo'lgan muammoga biz shunchaki bir chetda tomoshabin bo'lib, bilkamizni qisib qarab o'tirganimiz yo'q. Men konferensiyadan chiqishim bilan Humoyon aka olib ketdi aeroportga qarab, olib kelamiz. Bizlar yonimizda bo'lish kerak edi. Humoyon aka, Assalomu alaykum O'zbekiston. Biz birgamiz. Chet elda doimo qanaqa o'zbek bo'lishidan qat'iy nazar o'zbekmi? Biz qo'llab-quvvatlaymiz, xudo xolasa. Olg'a O'zbekiston. do'stlar bir narsani bilinglar, millatni yomoni bo'lmaydi, odamni yomoni bo'ladi. Odamlarni bir mamda bir ikkitalarni muammosini millatga aralashtirmaymiz, o'zimiz hal qilamiz. Agar nimadir gapi bo'lsa, men bizdan oldimizda bo'ladi. Bemalol kelib aralashishni qilib gaplashish mumkin. Odilxon o'zbek, biza o'zbek. Demak, o'zbek patishga qilish kerak. Qilamiz ham, yonida bo'lamiz ham, dakanda yuramiz ham. Jonlaringiz sog' bo'lsin, O'zbekiston olg'a.